Yangi O'zbekiston universitetida biz shunchaki o'qituvchilarni tayyorlamaymiz. Biz kelajak avlodni tarbiyalaydigan, ilm va innovatsiyaga yo'l ochadigan pedagoglarni yetishtiramiz. Men bugun pedagogika yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan talaba sifatida mamlakatimizdagi eng nufuzli maktablardan biri bo'lgan Prezident maktablarida amaliyot o'tash imkoniyatiga ega bo'ldim. Prezident maktablari bu oddiy maktab emas. Bu yerda eng iqtidorli, ilmga va o'rganishga chanqoq bo'lgan o'quvchilar jamlangan. Va bunday o'quvchilar bilan ishlash menga nafaqat dars berish, balki ulardan ham o'rganish imkoniyatini bermoqda. If you choose to be a teacher, you are choosing a life filled with purpose, a career of impact, and a journey filled with moments that will make you proud every single day. Because teachers do not teach, we shape the future. O'qituvchilik kasbi albatta mas'uliyatli yo'l. Lekin har bir qiyinchilikning orqasida juda ham katta natijalar bor. Bu maktablarda ta'lim zamonaviy va xalqaro metodikalarga asoslangan bo'lib, STEM, Project Based Learning va differensial ta'lim kabi ilg'or yo'nalishlardan foydalaniladi. Va men bu asosda o'zimning nazariy bilimlarini amaliyotda sinab ko'ryapman va o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan va yangi metodikalarni o'rganish imkoniyatlariga ega bo'lyapman. Teachers can inspire and shape future leaders and strategic thinkers, influencing entire nations and generations. Eng muhimi, shogirdlaringizni o'sib, muvaffaqiyatlarga erishishini ko'rish va kelajak yetakchilariga aylanishlarini guvohi bo'lishdir. O'zingizga ma'lumki, Singapur va Finlandiya ta'lim tizimi dunyo miqyosida tan olingan va eng yaxshi tizimlardan biri deb hisoblanadi. Bu mamlakatlarda o'quvchilarga mantiqiy va tanqidiy fikrlash va tahlil qilishga katta e'tibor berishadi. Prezident maktablaridan ham aynan shunday zamonaviy usullar joriy etilgan. For example, one of the greatest leaders, Alexander the Great, was mentored by Aristotle. But Aristotle didn't just teach him philosophy and science. He shaped his worldview, his leadership and strategic thinking skills that influenced his conquest and later governance. Bugungi katta olimlar, tadbirkorlar va liderlar o'z hayot yo'llarini oddiy bir sinfxonada boshlashgan. Lekin ularni ortida ularga ishonch berib turgan o'qituvchilari bo'lgan. Masalan, AQShning sobiq prezidenti Barack Obama o'zining ingliz tili o'qituvchisi Mabel Hefti haqida juda ham ko'p gapirgan. Aynan shu ustozi uni fikrlarini mustaqil ifoda etishga o'rgatgan. Ushbu muassasada amaliyot o'tash menga davlatimizdagi bir qator nufuzli ta'lim muassasalarida nafaqat davlatimizdagi, balki chet ellarda ham o'z malakamni oshirish va tajribamni almashish imkoniyatini beradi deb hisoblayman. Gaplarim so'ngida shuni aytib o'tmoqchimanki, men o'qituvchilik sohasini tanlaganimdan juda ham faxrlanaman. O'qituvchi nafaqat dars beradi, balki kelajakni tarbiyalaydi. Remember, teaching is one of the few careers where you can directly see the results and the impact of your work. Pedagogika kasbidagi insonlar faqatgina bir mamlakatda qolib ketmaydi. Ular boshqa mamlakatlarda ham ishlashi, xalqaro ta'lim islohotlariga hissa qo'shishlari va yangi o'quv uslublarini joriy etishlari mumkin. Masalan, amerikalik ta'limshunos John Dewey nafaqat AQShda, balki Turkiya, Yaponiya va Xitoy mamlakatlarida ta'lim tizimiga katta ta'sir ko'rsatgan. Uning tajriba orqali o'rganish tamoyili bugungi zamonaviy ta'lim tizimining asoslaridan biridir. Shogirdlaringizni muvaffaqiyatga erishishi bu sizning mehnatingiz samarasidir. Bu esa o'qituvchilikni eng qiziqarli va zavqli kasblardan biriga aylantiradi. Education is one of the most stable professions in the world. Good teachers are always in demand, whether in schools, universities, or even in training corporate sectors. Prezidentimiz aytganidek, yangi O'zbekistonni yangi avlod bilan, yangi avlodni esa zamonaviy ta'lim bilan barpo etamiz.